Assalomu alaykum. Biz Buxoro muhandislik texnologiya institutlari sizlarga mamlakatimizdagi eng yirik kompaniya Artel kompaniyasida tahsil olayotganligingiz haqida so'zlab beramiz. Ha, xato eshitmadingiz. Biz yirik ishlab chiqaruvchi korxonaning o'zida tahsil olyapmiz. O'zbekiston bu yoshlar mamlakati. Shu bois biz yoshlarning ta'lim olishimiz va malakali mutaxassis bo'lishimiz uchun alohida e'tibor qaratilmoqda. Eng avvalo, bu sohada yangicha tashabbuslar ilgari surilmoqda. Jumladan, ta'lim shaklimiz dual ta'limga o'zgartirilishi biz yoshlar uchun katta yangilik va katta imkoniyatlar eshigini ochib beryapti. Dual ta'limda biz mamlakatimizdagi yirik korxona Artel kompaniyasida real sharoitda ilm olib ham ishni o'rganyapmiz. O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish, ayniqsa biz yoshlar va xotin-qizlarning bandligini ta'minlash hamda dual ta'lim shakli muhim qadamlar hisoblanadi. Biz talabalar uchun dual ta'lim bilim olishdagi ajoyib imkoniyat, barqarorlik va kelajakka ishonch. Ushbu tizim ta'lim oluvchilarga kasbiy mas'uliyat va javobgarlik hissini oshirib, mehnat jamoasiga oson moslashish imkoniyatini beradi. Hozir biz gaz gorilkasini qayrish jarayonidamiz. Biz hozir gofra ishlab chiqarish jarayonidamiz va biz gofrani tayyor holatga keltiryapmiz. Oldinlari buni bizdan nima edi deb so'rashganda biz bilmas edik. Va endi bilamizki, bu gaz plitasining tayanch qismi. O'qish davomida biz to'liq mehnat munosabatlariga kirishdik hamda eng quvonarlisi maosh ham olyapmiz. Bu juda ham zo'r albatta. Korxona biz talabalarga amaliyot o'tayotgan vaqt uchun ish haqqi to'layapti. Shuningdek, oziq-ovqat, maxsus kiyim-kechak bilan ta'minlayapti. Biz talabalardan faqat o'quv intizomiga, kompaniyaning ichki qoidalariga rioya qilish talab qilinadi. Mahsulot aynan termoplastikdan ishlab chiqariladi. Bu dudburonning bir qismi hisoblanadi. Hozir biz texnikalarning metal qismlarini yig'ish jarayonidamiz. Birinchi qavatdagi gaz plitalari liniya orqali ikkinchi qavatga, ya'ni yig'uv bo'limiga jo'natiladi. Kasbiy amaliyot va o'qish bir-biri bilan uyg'unlikda amalga oshirilmoqda. Biz yoshlarga ish hayotiga oson moslashishga ham yordam beradi. Biz endi oliygohni tamomlagandan so'ng ishlab chiqarish korxonasi haqida to'liq ma'lumotga va tasavvurga ega bo'lamiz. Bu yerda biz sex boshqaruvi bo'yicha bilimlarga ega bo'lamiz. Dual ta'lim shakli maqsadli ta'lim shaklidir. Kompaniya o'qish uchun pul to'laydi va biz bitiruvchilarni ishga ham oladi. Ammo bir afzalligi bor. Biz ko'p vaqtimizni nazariga emas, balki amaliyotga bag'ishlayapmiz. Artel kompaniyasi bizlarga o'zlarining haqiqiy vazifalarini o'rgatyapti. Biz bu yerda olgan bilimlarimiz bilan tajribali ishchi bo'lib, xohlagan ishga joylashishimiz mumkin. Bu yerda metal qismlari tayyorlanib, konveyer orqali ikkinchi etajga yig'uv bo'limiga jo'natiladi. Muhandislik sohasi amaliyot bilan tirik sohadir. Shu bois bizning darslarimiz ishlab chiqarish korxonasida tashkil etilishi ayni muddao ilm va kasb yo'lini tanlagan dual ta'lim katta imkoniyat va imtiyozlarni va yorqin iqbollar eshigini ochadi.
hamkorlikdagi ikki tomonlama ta'lim bizlarni kelgusidagi muvaffaqiyatlarimiz uchun tayanch bo'lib xizmat qiladi. Dual ta'limni oliy ta'lim tashkilotlarining o'quv jarayoniga joriy etish biz talabalarning istiqbolli kelajagimiz uchun qo'yiladigan eng muhim qadam sanaladi.